Farzandingiz 9-sinfni tugatdimi? Endi u foundationda 1 yilini yo'qotmasligi mumkin. 9-sinfdan keyin ota-onalar oldida muhim tanlov turadi. Shunchaki maktabda o'qishni davom ettirishingiz mumkin yoki farzandingizni universitetga tayyorlaydigan yo'lni tanlashingiz mumkin. Tashkent Metropolitan University qoshidagi Tashkent Metropolitan School o'quvchilari 10-11-sinflarni xalqaro dastur bo'yicha o'qiydilar. O'qish davomida farzandingiz oddiy maktab bazasini emas, balki xalqaro akademik profilni oladi. A-level, IELTS va SAT ga tayyorgarlik hamda diplom bilan birga xalqaro sertifikat. Asosiy afzallik dasturni tugatgan bitiruvchi qo'shimcha foundation yilisiz boshqa universitetga qabul qilinishi mumkin. Ya'ni farzandingiz maktabni tugatgandan so'ng vaqt yo'qotmaydi, darhol keyingi bosqich bakalavrga o'tishi mumkin. Ayrim O'zbekistondagi xalqaro universitetlarda, masalan, Turin, Singapur instituti, Westminster bitiruvchilar to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi kursga kirishga ariza berishlari mumkin. 11-sinf tugashini kutmang, universitetga yo'lni 9-sinf oxiridan boshlang. Ariza qoldiring va qabul shartlari bilan bo'lishing. Alo, assalomu alaykum. Tashkent Metropolitan School sizni eshitadi.